Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida Mahalla Insight. Sizlarga eng muhim voqea va hodisalar haqida ma'lumot berishga tayyormiz. Yoshlar o'rtasida 5-marotaba o'tkazilayotgan 5 tashabbus olimpiadasi va paraolimpiadasi loyihalarining tantanali ochilish marosimi o'tkazildi. Mazkur olimpiada prezidentimiz tashabbusi bilan har yili an'anaviy tarzda tashkil etilib, yoshlar salohiyatini yuzaga chiqarish va ularni sportga keng jalb etishda muhim maydonga aylandi. Bugun ushbu loyiha nafaqat minglab iqtidorli yoshlarni birlashtirmoqda, balki ko'plab jahon chempionlarini ham kashf etmoqda. Ayniqsa, paraolimpiada yo'nalishida imkoniyati cheklangan yoshlarning faol ishtiroki teng imkoniyatlar va inklyuziv jamiyat sari muhim qadamdir. Barcha ishtirokchilarga omad va yuksak natijalar tilaymiz. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan yurtimiz bo'ylab saxovat va xayriya tadbirlari keng ko'lamda o'tkazilmoqda. Xususan Toshkent shahrida O'zbekiston mahallalari uyushmasi tomonidan tayyorlangan saxovat to'plamlari manzilli ravishda o'z egalariga topshirilmoqda. Mazkur ezgu tashabbus doirasida ehtiyojmand oilalar, yolg'iz keksalar hamda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan. Ramazon tuhfalari yurtimizning barcha hududlarida ulashiladi. O'zbekiston mahallalari uyushmasi, O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi hamda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamkorligida ijodkorlar o'rtasida Yangi O'zbekiston shukronaligi Respublika tanlovi o'tkaziladi. Tanlov O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilib, mahallalarimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari, milliy qadriyatlarimiz, tarixiy maskanlar, mahalla hayoti va insoniy fazilatlarni badiiy publitsistik asarlar orqali keng yoritish maqsad qilingan. Yangi O'zbekiston shukronaligi Respublika tanlovi nazm, nasr hamda badiiy publitsistika yo'nalishlarida 3 bosqichda o'tkaziladi. G'oliblar quyidagi tartibda taqdirlanadi. Birinchi o'rin 100 million so'm, ikkinchi o'rin 50 million so'm, uchinchi o'rin 30 million so'm. Tanlov yakunida eng sara asarlar asosida Yangi O'zbekiston shukronaligi nomli kitob-albom chop etiladi hamda tantanali taqdimot marosimi o'tkaziladi. Barcha ijodkorlarni yurtimiz mahallalari hayotini, ularning bugungi qiyofasini, insoniy qadriyatlarimizni yoritishga chorlaymiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston mahallalari uyushmasi huzurida tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash va istiqbolli loyihalar ofisi faoliyat boshlagan. Ofis mahalla tizimini rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish hamda zamonaviy boshqaruvni joriy etishga qaratilgan bo'lib, ishlar 3 ta ustuvor yo'nalishda: ijtimoiy ma'naviy barqarorlik va xavfsizlik, raqamlashtirish va innovatsiyalar, shuningdek ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlarida olib borilmoqda. Faoliyat fikr, g'oya, tashabbus, loyiha tizimi asosida yo'lga qo'yilgan. Uyushmada tashabbuskor yoshlar ishtirokida taqdimot tadbiri o'tkazildi. Unda 20 nafardan ortiq yoshlar tomonidan ishlab chiqilgan 6 ta loyiha taqdim etildi. Ishtirokchilar loyihalarining maqsadi, amalga oshirish mexanizmlari va kutilayotgan natijalar yuzasidan ma'lumot berishdi. Loyihalarni yanada takomillashtirish yuzasidan ekspertlarning taklif va tavsiyalari bildirildi. Bizda hozircha shular, yana mahallada ko'rishguncha omon bo'ling.